Ang yangi komediyalik asar Sabraning to'yi. Ikkinchi qissa. Shu asnoda hammamiz mau Vitildiqning tuxumini yeb qo'ygandek, zuvoni besiqmay so'zlab, paga tarafga ketayotgan Sodiqqa qarab, og'zimizni ichib, xili bir vaqt turibli qoldik. Oradan qanchalik vaqt o'tdi noma'lum, bir kamlarda Amitaxonning "Voy Ashmaxon, sizning bosh bo'lib o'ylab qo'ymoqchi bo'lgan odamlar shumi? Ma uning usti beshiga qarab odamikin desam, eshakkan bu badbaq. Xapma go'yni." Amitaxon qo'lini shiltib, chinqilib so'zlab ketdi. Bir yerda Amitaxonning qizi ovozini qo'yib etib, o'tatib yig'lab eqib ketgan bo'lib, oyig'imni kaymoqchi bo'lib pagah qilmoqda. Karvat ostida bezirib qarab turgan oyig'imni kiyib, o'rnimdan turgandan keyin, "Xafa bo'lmanglar Amitaxon, bu bola burun xili bir adablik, siliq sipoyi edi. Dadisi tugab ketgandan keyin Qashqar taraflarda o'ynar o'rgandim deb, nadiki qo'pol mijozlik bo'lib qopti. Sizlardan kechirim so'rayman." Men yig'lab eqib ketgan Amitaxonning qizining oldiga kelib, "Xafa bo'lmang qizim. Eshak o'yni sizga loyiq ko'rib elchi bo'lib, uyinglarga ham sizga ko'ngilsizlik tepadim. Kechiring qizim." Shuna qilib, bu uydagi 3 egizlik biz o'ltirgan peshayvon qotandagi kali qo'ydan boshqa hammasiga o'zri aytib, darvozadan chiqib, oran pastda eshak quloq bog'lab qo'ygan so'gatdagi eshak karvonini so'gatdan yeshib, yo'limga elib chiqib, Oyshamxon bilan billa harvaga chiqib, joylashib bo'lgandan keyin yo'ldagi tezakni purab, masxush bo'lib mugdab turgan qo'tir eshakka ochiqim kelib, "He, onangni tezak ko'rib boqmagan qo'tir eshak!" deb eshakka qattiq bir tayoq urdim. Tezak purab mugdab turgan eshak tuyuqsiz tekkan tayoqqa chidayolmay, ko'ti sayrab selib, birli chopchib yugurib edi. Harvi joyida qilib, eshak yuganni so'riginicha badar tikib etdi. Men nima bo'g'inni anqirib bo'g'icha, harvi orqasiga o'rilib, Oyshamxon bilan ikkimiz tangla harvidan do'milab ketdik. Harvi orqasiga o'rilib ketib, men orqaga do'milganda ko'zimni yumib olgan bo'lib, birdamlik paloq buluqlar besiqib, atrof tinchlanganda asta ko'zimni ochdim. Oyshamxon do'milab harvidan 2 metr yiroqlikda yotgan bo'lib, asta beshini ko'tarib menga qaradi. Men harvoning orqa baldiqiga yo'linib qolgan bo'lib, yo'lning kariz yeriga yig'ilib qolgan, azroq suvga soqollarim chilashgan holatda yotibdi. Shu suvdan azroq ichib olgan bo'lsam kerak, og'zim namlashgandek bo'ldi-yu, bu suvning ta'mining intayin qansiq ham sesiq purashlari ko'nglimga tekkan bo'lib, beshimni ko'tarib tukirib etdim. Asta o'rnimdan turib, qo'limga qarsam, qo'lim ho'l bo'lib ketgan edi. Qo'limni burnimga yaqin akilib purab baqdim-yu, darrov eliq ko'llab qolgan suvga qaradim. Bu asli ko'llab qolgan suv bo'lmasdan eshak suydiki ekan. "O anangni maraz eshak, harvini o'rib qashqinni bo'pti desam, bu oz kelgandek suydikini menga ishkizdi deyman ha?" Oyshamxon so'zimni anglab, do'milgan yerdan asta turib, qaqoqlab, masxir qilib kulib ketdi. Xo'p bo'lsin, eshakda harvoga tuzikra qo'shadigan puxta qilib. Eshakning suydiki ko'nglimni elishtirib, oran turganda ichishgan yerga tuz sepib, Oyshamxonning so'zi ochiqimni keltirdi. "Ey saran xotin, harvini men qo'shmagan. O aldirang'i bazgak, men uydan chiqqicha qo'shib tayyor qilib bo'pti-ka. Xat mao maspaynakning qilgan ishini ko'mamdigan. Xat to'qining po'qi." Oyshamxon boshqa gap qilmadi. Men Sodiq degan go'yning orqadan matchini tillab o'rnimdan turdim. Ikkimiz to'pig'i milangan kiyimlarni qiqishtirib, harvini oldiga tushirib, yerga chechilgan narsalarni harviga joylashtirib bo'lgandan keyin yo'l bo'yidagi kichik eriqning bo'yiga kelib, yuz ko'zimni yuyib bo'lib, harvining yeniga keldim. "Xotin, sizlar harvini so'ranglar. Men orqadan ittirib beray, ha?" "Oy, hocam, nim bo'lavatila? Sizlar so'rasizlar."
To'qni bilmaydigan balaning qatqan eshak arvosiga ishonch qilib, arvoga chiqqandan keyin, hech bo'lmaganda mushu munosabatda aql deb qaslar ajab emas. Eshakning vazifasini o'rindab. Voy bo'ldi, so'rsam so'ray, sening oshu o'g'itdek gaplaringni anglag'ucha. Arada xeyli uzun vaqt o'tib, Amadaxonning uyining oldida xeyli bir yalagacha anglangudek varang-churang guldir g'alablar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uydan hech kim chiqmagan edi. Shuna qilib, men Harvini so'rab, Oyshamxon orqadan ittirib, kech soat 4lar bilan uyga orom degandek yetib kelib, o'ylig'i kirsak, Sodiq degan lamzalla hech nimani to'ymay, uyning oldiga ulab solgan peshayvon ostida xo'qirab uxlab yotgan ekan. Men eshakdan ansirab, qo'tonga oldirib kirsam, eshak bahramon popotang chaynab turgan bo'lib, meni ko'rib, peshini ko'tarib, "Keldingmi egam, meni ursang ashundoq jafoda qilasan" degandek qarab qo'yib, xiyoli popotang chaynab turaverdi. Men eshakka qarab, qo'limni challab, "Saqlab tur, qudur eshak. Men avval aqli yo'q, dut eshakning jasasini berib bo'lib, ondan sen bilan tuzuk muzik hisoblashay" deb o'z-o'zimga so'zlab qo'yib, qo'tanning ishigini yepib qo'yib, peshayvonni uxlab qaytib ketgan Sodiqning yeniga keldim. Ochiqim bilan uxlab yotgan Sodiqni noqib uyg'otdim. "Qo'pa, o'rningda. Xiyolida yo'q uxlab yotganni mago'ynang." Sodiqning dadisi Samitaxon bilan ko'nglim yiqan bo'g'ini bilan bu go'yning qilgan qiliqlari jondan o'tgan edi. Kim chidaydi deysiz bu dardga? Sodiq eg'inab xeyli uzunni ko'zini uvlab, eg'izini hongdek ichib, asnab turib, "Voy, nima bo'ldi? Adim nuqlig'il qo'ymay." Men Sodiqning parvosiz so'zlariga teg'imi ochiqim kelib, "Nima bo'ldi? Go'y, Xudin olmaydigan nimanga nima odamni avar qilasan? Sen go'yga xudini berman deb yuzimni poq qilib oldim, bilamsan shuni?" Sodiq chatirsidan ahvol so'rab bo'lgan bo'lsa kerak, beshini ko'tarib, "Ko'milma qizvolana, nima? Edimma shu? Abgalig'in demayli qo'yay, pushqo'llar qo'raydek, beyin iskilit qo. Bo'pti, sizning so'zlarchicha shu xonni oldim deyla. Bijgillada uloq vaziriga bilib berib qalavasak, bijkolning o'tirig'ida jon berdi qachon. Mencha, buni yiginishganda xudnalimi juma?" Men ochiqim bilan, "Voy bo'ldi. Endi xotinni o'zing tepib, mushuni olay degan deb oldimga kel. Ondan bosh bo'lib o'ylab qo'yay. Endi sana xotin topqidek toqitim yo'q mening." Shu kunning atisi Sodiq shaharga kirib chiqay deb uydan chiqib ketgancha, birer oygacha qarisimi ko'rinmadi. Bu endi kelmaydigan bo'ldi deb yurgan kunlarning bir kech qo'rnisida, peshayvon ostida radio anglab o'ltirganda, qiya uchiq darvozadan eliq palpati so'zlab qolgan Sodiq qo'lida bir narsalarni ko'tarib keldi. Men uningga ochiqim bo'lsa-mu, yana uni qarshi oldim. "Oy, yo'qobli ketding uka. Nelarda kimning uylarini marlab yuriysa?" "Sizliqmi Hashimka? Sho bijmazgel xotinning ko'yda aylanib yurib, aran deganda bij qizvaliga ko'ngil berib, endi shu qizvalni bij avvar qilay deb kelgan qoshlarga." Men o'ltirgan yerimdan sal qimirlab qo'yib, obdan bo'pti. Yana o'tgan kerak yuzimni so'rin qilam yoki qizingni besib jim o'ltiramsa?" Men to'qqigandakla shundoq dedim. "Endi bu qitimqa o'zim topgan qizvali deslar, chata chiqmaydi. Yuraklarini to'qtib berayversizlar." Sodiqning topgan qizining uyiga berish uchun atisi bir kun tayyorlik qilgandan keyingi kuni Sodiq topgan qiz bolaning uyiga mangdiq. Ammo bu qitim Sodiqning qo'shgan eshak harvisini qayta o'zim bir qo'lli qo'shib bo'lgandan keyin ondan yo'lga chiqdik.